e'lonning ko'lami qanchalik bo'lsa bo'ladi. Bu yerda ikki hukm borda mavzu qarsak bo'ldi. Birinchisi, Jingjun Chuanbo e'lonni dal joyida o'zininki iste'molchilarga udul yetkazish. Bu gapning ma'nosi doirasi tarroq degan gap. Unumsiz ishni qilmayli, cheksiz taqatmayli degan gap. Ikkinchisi, Da Zhong Bo Chuan. Da Zhong Bo Chuan. Bu yerdagi chuan degan xat kaynida. Buning ma'nosi nima desa, ko'pchilikning kuchiga tayinib, ma'lum bir markaning ta'sirini qayta keng doirada kengaytirish degan gap. Demak, bu ikkisining farqi Jingjun degan gap dal joyida, udul degan gap. Ikkinchisi Da Zhong degan gap ko'pchilik, butkul jamiyat degan gap. Undaqda bir markaning tashviqoti, e'loni butkul jamiyatga keng doirada tarqalsa yaxshimi yoki udul shu kollektivga, shu nishonliq iste'molchiga borsa yaxshimi? Bu tarqitish sohasidagi nihoyatda halqiliq bir masala. Men o'zimni uzoqdan beri o'ylangan masala. Bugun mushahda mening ideyam bir qurib pishdi. Endi mening xo'shalindigan yerim bu narsani men boshqa bir yerga ko'mdim. Bugun men o'zim xuloslagan narsa. Chunki yaqindan beri do'yin qatorliq, Tongshun qatorliq, Kuayshu qatorliq yangi taratqularning taraqqiy qilishi bilan e'lonning doirasi bag'ansiri inchi kelishyotdi, tarayotdi. Tarayib biz lozim qilmoqchi bo'lgan, biz taratmoqchi bo'lgan odamga udul taqat qilib bo'ladigan imkoniyat paydo bo'ldi. Masalan, do'yinda Yonghu Huashang deymizda. Siz bir mezgil taqatgandan keyin sizning do'yiningizni ko'radigan odam, mahsulot setib oladigan odam, bularning hammasi bag'ansiri turlarga ayrıldı. Turlarga ayrılib bo'lgandan keyin bu odamlarga qanday qilib udul ta'sir ko'rsatish, udul muomala qilish, udul mulozimat qilish. Bu taratquning bir taraqqiyoti. Hamda ilgirki vaqtlarda masalan tayyanshi pinpay deymiz, quyoshga o'xshash. Masalan televizor, jurnal, gazet. Bu an'anaviy taratquning alohidligi. Bu chog'da masalan markaziy televiziya stansiyasiga e'lon bersa, nihoyatda jiq pul ketadi. Lekin uning alohidligi u butkul jamiyatga taraydi. Siz lozim qiladigan, lozim qilmaydigan hamma odamga taraydi. Masalan, aroq deymiz, nurg'un shu so'g'atga munosabatlik masalan Nabayjin degandek markalar ayni vaqtidagi shu markaziy televiziyaning kuchi bilan kengaygan cho'ng markalar. Hamda bu xil taratqush shaklining o'ziga tushliq ortiqchiligi va ham kamchiligi bor. Ortiqchiligi deganda butkul jamiyatga taraydi. Butkul jamiyatga taragandan keyin bu yerda ishlatkuchimi ko'rdi, ishlatkuchidan boshqa munosibatsiz odamni ko'rdi. Butkul jamiyat to'nib ketadi. Hamda buning kamchiligi buning jiq pul ketadi. Hamda munosibatsiz odamga ko'p taragandan keyin bu yerda unumi chechilib ketdi deymizda, hamda kamchiligi chechilib ketdi. Hamma odam ko'rdi. Hamda hozir shuning kamchiligini tuzitib, yangi taratqular paydo bo'ldi. Paydo bo'lib, udul sizga munosabatlik, yemaklik bo'lsa yemaklikka qiziqadigan, san'at bo'yimi bo'lsa san'at bo'yimi qiziqadigan, kiyim bo'lsa kiyimga qiziqadigan odamga udul avatib belgili bo'ladi. Bu e'lonning bir taraqqiyoti. Shuning bilan yangi bir ovoz chiqdi-da. Biz ilgirkidek cheksiz odamga e'lon bermay, unda bo'lsa, bu udul lozimliq odamga bersak to'g'ri bo'ladi deydigan bir ideya chiqdi. Bu ideya bag'ansiri hozir bozor tepyotdi. Endi bu gap to'g'rimi deganda ma'lum jihatdan to'g'ri. Lekin men bu gapni qaytadan o'yladim. Bu gap yana 100% to'g'ri emas ekan. To'liq emas. Chunki butkul jamiyatga umumyuzlik tarashmo bir jihatdan tanarx jihatdan, unum jihatdan chechilib ketganda qismi uning o'ziga tushliq qimati bor. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Chunki masalan 100 yillik korxona deymiz. Uzoq mezgillik mahsulot deymiz. Bularning o'zi yana bir odamning ta'siriga o'xshaydi. Bir mahsulotni chiqarib biz men udul shu odamniga sotaman, shu odamlarni bilsa bo'ladi deb agar bundoq turib olsak, bu gap to'liq bo'lmaydi. Masalan, bu marka degan nima desa, birsi shu ishlatgan odam e'tirof qilish kerak. Yana birsi buni ishlatmagan yoki ishlatolmaydigan boshqa odamlarni bilish kerak. Masalan, dangliq mashina, birinchi deymiz, Rolls-Royce deymiz.
buni setib olaydigan odamlar oz. Endi nima uchun setib oladigan odamlar oz turib, xalq yana setib oladi degan chaqda bu markani setib ololmaydigan odamlarga ko'rsatmoqchi. Boshqa odamlar bilish kerak. Agar hech kim bilmasa, bu Lauslasning nima ekanligini hech kim his qilmasa, buning qimmat narsa, esil narsa ekanligini jamiyat e'tirof qilmasa, bu haydagan odamni setib olmaydi. Uning setib olishidan maqsadi shu boshqa odamga ko'z tush. Kiyim-kechakmi shu, restoranmi shu, girim buyumlarmi shu, nurg'un markaga chetildigan ishlarning hammasi birsi ma ishlatadigan odam e'tirof qilish kerak, yana birsi ishlatmaydigan, uni ko'radigan boshqa odamlarmi bilish kerak. Buni bilgan vaqtida ondan bu markaning qiymati chiqadi. Demak, bu nuqtadan aytgan chaqda biz cho'qim shu ishlatadigan odamga udul avatimiz deb turib olsak, ma gap tushmaydi. Agar hech kim uqmasa bu markani, ma boshqa odamlar uqmasa, bu yana dangliq marka bo'lib tura olmaydi. Shunga e'lonning doirasi keng bo'lish kerakmi, tor bo'lish kerakmi deganda har ikkilisining o'ziga tushliq zaruriyati bor.